Abdulboriy do'konini men tavsiya qilmayman. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Mana Tojiddin aka ustamiz biz bilan ishlab chiroyli ob'yomlar qilgani uchun ozgina arzimas bo'lsa sovg'amiz bor aka. Katta rahmat. Do'konimiz haqida fikrlaringiz bilan o'rtoqlashasiz aka. Abdulboriy do'konini men tavsiya qilmayman. Reklama ham qilmayman. Ilinaman bu magazinda. Nimaga desanglar, narx-navolar ham o'ta zo'r. Klientlarni ham uyalib qolmaysizlar. Narx-navolari ham o'ta narxida. Abdulboriy do'koni bilan biz 6 yil, 7 yildan beri ishlayapmiz. Shu yoqqacha biz hech olgan mahsulotimizdan hech qachon uyalib qolmaganmiz. O'ta zo'r, sifatli, xudo xolasa. Birinchi navbatda shu o'zi narx-navo bo'ladi klientlarning yanida. Eng zo'ri narx-navo, ishlab chiqarishlari ham juda zo'r. O'zi mahsulotlari ham qiynalmaysizlar. Nima narsasini ishlasanglar ham Abdulboriy do'koniga kelinglar. Narsalarni olinglar. Dastavkalarimiz ham tez yetib boryaptimi aka? Xudo xolasa dastlabki eng aniq bo'ladigan narsa, ma'qul keladigan uyda egasiga ham, ustalarga ham eng zo'r bo'ldi shu dastlabkini yo'lga qo'yganinglar. Xudo xolasa. Bo'ldi aka. Aka, rahmat.